Do'stlar, bugun biz videoda Claw Machine, ya'ni panja o'yini haqida gaplashamiz. Juda ham ko'payib ketdi. Bu narsa juda ham ko'chalarda ommalashib ketdi. Ko'pchilik buni o'ynayapti. Bu narsa yosh bolalarda ham, kattalarda ham kuchli psixologik ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa yosh bolalarda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yoshda shunaqa o'yinlarga katta qiziqish bildirgan bolalar keyinchalik real qimor o'yinlariga ko'proq moyil bo'lar ekan. Xo'sh, qanday ta'sir ko'rsatadi? Kelinglar batafsil buni ko'rib chiqamiz. Dopamin tizimiga ta'sir, ya'ni mukofot tizimiga ta'siri. Ko'plab dopamin ajrab chiqadi. Har safar o'ynaganda panja shu o'yinchoqni ushlaman deganda dopamin ajrab chiqadi. Mana shu hissiyotni kutish buni yana va yana o'yinga qaytaradi. O'yinchoq deyarli ushlanmasa ham mana shu qo'shtirnoq ichidagi umid yana o'rnib ko'rish istagini paydo qiladi. Bu narsa qimor mexanizmidan bir xil, ya'ni noaniq mukofot bu kuchli qaramlik keltirib chiqaradigan usul. Bu qanday ishlaydi? 2015-yilda Amerikaning Vox.com axborot saytida Phil Edwards tomonidan tayyorlangan maqola chiqdi. Maqolaga link qoldirib ketaman, Telegram kanaliga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu aynan shu Claw Machine, ya'ni kran apparati yoki panja o'yini haqida edi. U taniqli shunday apparatning instruksiyasini, ya'ni ishlatish uchun qo'llanmasini olib o'rganib chiqdi va u yerda qanday qilib foydaga kirish formulasini shundayligicha berib qo'yilgan edi. Apparat egasi faqat o'yin qiymati, unga qo'yilgan sovg'alarning pulini va qancha foiz foyda olmoqchiligini kiritadi xolos. Apparat o'zi hisoblab chiqib faqat kerakli paytda o'yinchoqni beradi. Foydada bo'lmagunicha o'yinchoqni bermaydi. Buning uchun u yetarlicha qismaslik yoki ushlab turib keyin qo'yib yuborish kabi harakatlar bilan yutuqni bermaydi. Hozir men sizlarga formulasiz oddiyroq tushuntiraman. Biroz oldingi modellarda apparatni ushlash kuchi va ushlab turish kuchi mana shunday mexanik registrlar va ikkita dip switch SW2 bilan boshqarilgan. Ya'ni bu bilan yutuqlarni minimal har 3 ta urinishda bitta yoki har 54 tada bittagacha sozlash mumkin edi. Birinchisi VR1 panjani qisishni boshqarsa, ikkinchisi VR2 uni ushlab turishni boshqaradi. Aynan shu VR2 da sizni ushlangan o'yinchog'ingizni ham biroz ko'tarib tashlab yuboradi. Keyinroq yangi modellar chiqdi. Ularning ishlash prinsipi bir xil, faqat ular yana ham takomillashtirilgan va u yerda LCD display bor. Barcha sozlash ishlarini ana o'sha yerda qiladi. LCD display modellarini sozlanishini ko'rib chiqamiz. Ichini ochib qarasa, u yerda hisoblagichni ko'rish mumkin. U necha marta apparatda o'ynalganini ko'rsatib turadi. Yoqish va o'chirish tugmasi va uni tagida yashil tugma bor. Ana shu yashil tugmani bossa displeyda boshqarish menyusi chiqadi va u yerda barcha sozlash ishlarini qilsa bo'ladi. Musiqa tanlashdan tortib chiroqlarning ishlashini, kranni ushlash va ushlab turish kuchini belgilab qo'ysa bo'ladi yoki necha marta o'ynalganda yutuq chiqishigacha sozlab qo'ysa bo'ladi. Claw voltage menyusini ko'rib chiqamiz. Bu aynan ushlaydigan qismi qanchalik kuchda ishlashini boshqaradigan menyu. U yerda siz high voltage va low voltage degan yozuvni ko'ryapsiz. High voltage 5 voltdan 24 voltgacha. Bu rejimda ushlash kuchi sozlanadi. Ya'ni qancha kam bo'lsa, shuncha sust ushlaydi. Ko'p volt bersangiz qattiq ushlaydi. 5 volt bu juda sust, panja zo'rg'a yopiladi. 24 volt esa juda qattiq ushlaydi. 5 dan 24 gacha bo'lgan oraliqda uni sozlab qo'yish mumkin. Low voltage bu 1 voltdan ko'pincha 12 yoki 15 voltgacha bo'ladi. Bu ushlab turishni nazorat qiladi. Qancha kam bo'lsa, ushlangan o'yinchoqni ushlab tura olmaydi va tashlab yuboradi. 9 voltdan ko'p bo'lsa, u yaxshi ushlab turadi. Buni ham oraliqda sozlab qo'ysa bo'ladi. Va yana bir narsa, price setup degan menyuda qachon past ushlashni va qachon kuchli qisish bilan ushlashni kiritib qo'ysa bo'ladi. Masalan, har 3 ta yoki har bittada yoki hatto har 200 tada bir marta qattiq ushlashgacha sozlab qo'ysa bo'ladi. Yoki umuman random, tasodifiy ravishda priz berish yoki ushladigan qismi sensorni ham boshqarsa bo'ladi. Ma'lum bir og'irlikdagi o'yinchoqni tashlab yuboradi. Bu shunaqa sozlanadiki, har qanaqa holatda ham o'yin apparati egasini foydasiga ishlaydi. Aks holda u foyda topmaydi. Zararga ishlagani olib kelmagan-ku apparatni. Buni yutishning bitta iloji bor. O'ynamaslik. Qaramiylik. Men o'zim kuzatdim, buni nafaqat bolalar, balki kattalar ham qiziqib o'ynashyapti. Bir kun kuzatib turdim. Maktab o'quvchisi taxminan 8 yo 10 sinf oralidagi o'smir 20 ming so'm pulini yutkazib qo'ydi. Bitta o'ynashi 2 ming so'm. Vaholanki u o'sha o'yinchoqni 10-15 ming so'mga sotib olishi ham mumkin edi. Katta ehtimol bilan unga u pulni ota-onasi maktabda abed qilgin deb bergan bo'lsa kerak, lekin u mana shu o'yinga sarflab yubordi. Endi u abed ham qilgani yo'q, o'yinchoqli ham bo'lgani yo'q. Yana bitta savol shu yerdagi, u o'yinchoq o'zi asli u bolaga kerakmidi? Yuqorida aytgandek, bu bola 8-10 sinf oralig'idagi o'smir, yigit, o'g'il bola. Uni qiziqishlar doirasida umuman yumshoq o'yinchoq umuman yo'q u narsa. Prosta shunchaki u azart, ya'ni o'sha hissiyot, dopamin ajrab chiqishi, ya'ni
azart his qilish uchun mana shu o'yinni o'ynayapti. Va undan keyin ham kuzatdim. Bolalar magazindan, do'kondan chiqib qaytimiga o'ynashayotganini yoki bitta o'ynab yutuq chiqmagandan keyin borib do'konda pulni maydalab chiqib yana o'ynashayotganini ko'rdim yoki bir kishi o'ynasa 5-6 kishi juda qiziqib qarab ko'rib turishganini ham ko'p kuzatdim. Apparat dizayni. Buni dizayn, ishlanish uslubi Las Vegasda kazinolardagi o'yin apparati bilan bir xil ta'sir qiladi. Dizayni shunday ishlanganki, u yerda yorqin ranglar, o'chib yonuvchi xilma-xil rangdagi chiroqlar, musiqa, bu hammasi o'yinga jalb qilish uchun shunday dizayn ishlangan. Hech kim o'ynamagan paytda chiroqlar o'chib yonib o'ziga jalb qilishi, musiqa borligi bu yonda o'tib ketayotgan odamni befarq qoldirmaydi. Har xil multqahramonlar tasvirlangan yoki telefon budkasi uslubida va yana boshqacha dizaynlarda ishlab chiqariladi. Lekin mana bunisi juda ham jahlimni chiqardi. Qanchalik tupoy bo'lishi mumkin bunaqa dizayn ishlagani. Buni buyurtmachini o'zi zakaz qilganmi yoki ishlab chiqaruvchi bizni bozorga moslash uchun atayin shuni chiqarganmi, bunisini bilmayman. Lekin bu juda g'alati holat. Bu o'yin va nima aloqasi bor buni bizning millatga, do'ppiga? Prikolmi bu? Umuman bizning millatga va madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi bu o'yin. Qanaqa dizaynda ishlangan bo'lsa ham bu o'yin har qanaqa holatda o'ynalmasligi kerak. Bolalaringizni nazorat qiling. Bu juda ham kelajak avlod uchun yomon ta'sir qiladi. Biz esa salbiy ta'sirlarni gapirishda davom etamiz. Keyingi salbiy ta'sir noto'g'ri mukofot muvaffaqiyat aloqasi, ya'ni yutuqlar tasodifiyligi bolada nima qilsam ham omadga bog'liq ekan degan noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lishiga olib keladi. Yana pul qiymatini tushunmaslik. O'sha o'yinchoqni yutganda, uni yutgungacha uni asl qiymatidan ko'proq pul yutkazib qo'yganini sezmay qolish mumkin. Ya'ni u o'yinchoq yutgungacha 2-3 o'yinchoq pulni sarflab qo'yganini sezmasligi mumkin. Yana bitta narsa, u juda ham ko'p urinishlar bilan o'yinchoq yutishga harakat qilib, o'yinchoqni yutolmasdan ketayotganda boshqa bitta bola kelib bitta urinishda yutib qo'ysa, unda o'ziga o'zi past baho berish va hech narsani uddalay olmayapman degan fikrlar kelishni boshlaydi. Bu juda ham jiddiy salbiy ta'sir bu ham. Bu samotsankani pastga tushirib tashlaydi. Qimor elementlari mavjudligi, shu noaniq mukofot bu qaramlilik keltirib chiqarishni eng kuchli usullaridan bittasi va yana bitta urinib ko'raman. Bu safar chiqadi degan gap u g'irt qimorbozlik gapi va yana pulni yo'qotishga qaramasdan o'yinni davom ettirish. Bu hammasi qimor elementlari. Buni ishlash prinsipi Las Vegasdagi slot mashinalar bilan bir xil. Farqi bunisi bolalar uchun mo'ljallangan. Tushunyapsizmi? Qimor o'yinlari hatto shu Las Vegasda ham 21 yoshdan kattalar uchun. Lekin bu narsa aynan bolalar uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu bolalarni, ya'ni kelajak avlodni bolalikdan qimorga o'rgatishga harakat. Bunday avlod juda ham irodasiz va zaif bo'lib katta bo'ladi. Xushyorlik topshiramiz. Bu shunchaki beozor bir qanaqadir ko'ngilxushlik bas bu. Bu juda ham jiddiy muammo bu narsa. Bolalikda paydo bo'lgan bunaqa o'yin chiqarmang, ya'ni o'yin orqali xursand bo'lish, stressni yengish, o'zini qadrlashga harakat qilish bu keyinchalik quyidagicha davom etishi mumkin. Ya'ni qimor o'yinlariga qiziqish, emotsional xaridlarni ko'p qilish, onlayn o'yinlarga qaramlilik paydo bo'lishi kabi asoratlar keltirib chiqarish mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, bunaqa o'yinlar yaxshilikka yetaklamaydi. Bolalaringiz qiziqib, agar undasa, sizdan so'rasa ham, ularga tushuntiring bu haqida. Undan ko'ra do'kondan kirib o'sha o'yinchoqni olib, sotib olib bering, lekin bu o'yinni o'ynamang. Buni olib kirib tarqatayotgan tadbirkorlarga siz qimor elementini tarqatib butun bir kelajak avlodni ongini buzyapsiz. Topgan chaqa pulis bu narsaning javobgarligini olishga arziydimi? Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Ko'rishguncha.